Okalar sizlar uchun gap O'zbek avto hammani xohlagan chiqaradi istagini. Mana shu Gentra'mizni orqada 2020 oxirgi narxini mana bozorga necha bilasiz? Bozorga 9.5 deganlarni tushirganim $9.100 mana barakasi qo'ydim. Moshina bitta ko'ringlar. Yo'qsa bitta like bosib qo'ysizlar. Bog'lanib osana bo'ladi. Moshinamizni holatiga kelsa 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Oldi Amerikanka orqada optra stoplari bilan moshinamiz holati zo'r. Birinchi pozitsiya ekan. Kraskalari top toza. Ustida temir gaz bor orqada mana. To'rtta cho'li bog'lari ham o'ziga yarasha bo'lib turibdi mana. İçini ko'ringlar, chexollarni qarang. Ajoyibmi? Moshina shunchaki oladigan joy mana. Qora Gentra ish qog'ozlari qansizlar, okaylar? Oldini ko'rsang, oldida Malibu rol qo'yib qo'yilgan. Yurgan prebegi 118 ming yurgan prebegga. Mana chexollari boshqalari ham zo'r. Shunchaki olish qaradi, mashina minadigan joy ekan. Hop, motor qismlarida mopo yemaydi, hadolardan hech qanaqa ish yo'q. Hop, o'zi elegant pilis deskalarni to'qib qo'yishga, mashina ishi osangiz bo'ldi. Oxirgi narxini 9100 ga tushirdim. Yoqqan bo'lsa, tanishingizni belgilab tashab qo'yasiz. 90-yil bog'lab bormisizlar, bitta tarqatib yuboramiz. Komment fikringizni qoldiring. Degina 330 ming yurgan Lacetti to'ka 5100 ga xursandchiliklar bildingizmi? Okay, 5.5 ming deb turaman. Bu yerda turganlarning vaqti o'tib xolos. Naqdga 5100 ga bizni obunachilarimiz kelib olib ketsin, bering. Men qarang, olsin, bitta endi men mobodo so'rayman. 5200 beraman, xursandchilik bilan kanalimiz oldida kelib olib ketsin, xursandchiliklar bildingizmi? Oxirgi narxini 5200 ga berasiz. Gap mana. Oxir, bo'ldimi? Baraka. Biddilar aka, mashina bitta ko'ramiz. Moshinamizni holatini ko'rib o'tadigan bo'lsak, mashina holati 2010-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari bor. Mana shu detallarda 3-pozitsiya. Lacetti ko'ring, $5200 ga. Nexia'ni puliga Lacetti qaranglar, mashina oldida mana holatlari zo'r o'rtasida optra stoplari bilan. Ustida temir gazi ham bor. Mazami, baloqlari o'ziga yarasha bo'lib turibdi. Mana chexollarni ko'ringlar. Chexollari ham mana ajoyib. Oldi ko'rinishi mana. Mazami 3-pozitsiya, avtomat, holatlari tiniq, yurib turgan mashina. Buni Abdulaziz nimaga o'zdan bu motorda moy yedim deyishini mumkin. Yo'q, motorda hech qanaqa ishi yo'q deyishdi. Hadolar ham tiniq, yurib turgan mashina. 5200 shatr sanaysiz, mashina sizniki bo'ladi. Sizga 2000 pulingiz bo'lsa deylo, 06ingiz bor, soting. Sotib olmoqchi bo'lganlarga 1 oygacha turib beradigan joy bor 2000 bilan. Puli ozgina o'zgaradi. Okalar sizlar uchun ajoyib mashina topdim. Avval bitta gap gapiraman. Bitta inson komment yozibdi. Okay, mashinamni qo'yuvdim, ketmaydi dedi-da. Menga rasmini, videosini tashlagan ketmadi. Iloji bo'lsa oldimga olib kelinglar. Shaxsan o'zim video qilaman, to'tilish 100% garantiya. Endi a'dan turib gapirish keragi yo'q. Tushundi. Hop, pullas mashinamizni ko'rsatadiganimiz 2009-yil. Mashina shunchaki arzon. Nimaga arzon deyishini mumkin, so'ttirish kerak. Hop, 2009-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari bor. Bir 25-30% atrofida kraskasi bor. 100 ta temir gazlar bilan mashinamiz yevro so'nsa ekan, to'rtta cho'li baloqlar o'zida. Mana ichini ko'ringlar. Chexollari boshqalari ham mana zo'r. Qo'l salon ko'rinishiga baho beramiz. Qo'l salonlari ham mana o'ta zo'r. Atada o'tiribdi. Mashinamizda hech qanaqa ishi yo'q ekan. Yurgani 627 ming ekan, yurgani o'tgacha xullas yurib turgan mashina. Motor qismlarida mo'yamaydi, hadoyda ishi yo'q, yevro so'nish. O'lish kerak, minish kerak. Naqdga $3300 ga tushirdim. Agar yoqqan bo'lsa, bitta like bosib tanishlik tashlaymiz. Okalar sizlar so'rading, nima topibdim men. Lacetti kamroq yurgandan 62 ming yurgan, endigina 62 ming yurgan Lacetti'mizni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Mashina o'tkazma bitta ko'ramiz. Narxi yo'qsa bitta like bosamiz. Holatlari zo'r. 11-yilda ishlab chiqarilgan, holatlari tiniq turibdi. Kraskalar to'xtaydigan bo'lsa, bitta retokasi bor. Shu oldi kirro'mash qismida bor, kosada bormagan peri qismida. Qolgan joylari zo'r ekan. Mashina 1-pozitsiya, holatlari tiniq. To'rtavolar o'ziga yarasha bo'lib turibdi. Orqasini ko'rsang, orqalari ham zo'r, orqalari ham holati zo'r. Ichini bitta ko'rib chiqadigan bo'lsa, ichiga sayohat qiladigan bo'lsa, ichini qarang, mashalloh, hidi ketmagan Lacetti. Mana saqlangan desa ham bo'ladi. Oyoqda ko'rilari, boshqalari ham zo'r holatda ekan. O'l salon ko'rinishini bitta baho bersa, ollari ham a'lo holatda ekan. Yurgani bitta 62 ming, bitta ko'ramiz. Tez qaytaramiz. Mana chexollari, boshqalari ham o'ta zo'r ekan. Mashina shunchaki olish kerak, minadigan joyi yo'q. Mashina motor qismlarida, hadolarda hech qanaqa gaplashadigan gap yo'q. Naqdga yo'q, $7490 ga berish ekan. Agar qiziqqanlar olamiz. Bu pulga Gentra berib tikishini mumkin, lekin Gentra'ning o'rnini bosadigan Lacetti. Akalar gap sizlar so'rading, men topdim. 12 chiqar deganlar shu 6-pozitsiya 2020. Oko mujiklikda narxini oxirida aytaman, kuzatib turasiz. Men barakani qilib qo'ydim. Sizlar uchun bitta ko'ramiz. Mashinamiz holatlari 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 6-pozitsiya, kraskalari yo'q, top toza. Sizlar yo'lda davom etinglar, men sizlar uchun harakat qilaman. Mashina orqalarini ko'rsani ko'rgudek turibdi. Mana shunchaki minish kerak, bu to'rtta cho'li baloqlar o'ziga yarasha. Ichiga sayohat qilsani, ichlari ham mana zo'r.
shunchaki olib qadadigan joyim. Ichini ko'rib chiqamiz. Bittagina ko'radigan bo'lsak, 38 ming probega ekan. Holatlari tiniq ekan. Buni narxini aytaman, narxini oxiri 13500 dollarga tushirdim. Bo'lgan narxi. O'tadigani yo'q, qiziqqanlar telefon qilamiz. Xo'p, endi ichini ust holatini ko'radigan bo'lsak, ichlari ham yaxshi, motor qismlari boshqalarda hech qanaqa ish yo'q. Oladiganlar xonni shu mazasi qilib qo'ygan. Mashina shunchaki olasangiz, minasiz. Mayli, o'ta katta motor bo'lsa, hech qanday bo'lmaydi. Voy, berina. O'ta katta. Sweet dreams are made of these. Ajoyib Next'ni topdim. Nech pulga desizlarmi? 300 dollarga shatrga beramiz. Bir so'm o'tadigan yo'q. Iloji bo'lsa kam bordan so'ramadi. Ma'lumotni to'lig'ini aytaman. Mashinalarimiz holatlari 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina tiniq turibdi. Mana bu yerda nima deyishini mumkin? Bu yerda soya tushibdi. Soyasini e'tibor beramiz. Holatlari zo'r. Egalardan chiqaryapman. 4 ta bolalar o'rta holat, orqasida 100 talik temir gaz. Ishlarimiz yana kraskasi 30-40% atrofida bor. Ichini bitta ko'radigan bo'lsa, ichini mana ko'radigan bo'lsa, cheholari boshqalar zo'r. Aktiv holatda minilgan ekan. Egalardan ichini bitta ko'rib chiqadigan bo'lsak, ichlari ham yaxshigina turibdi mana. Chehollari, boshqalari zo'r. Bitta yurganini ko'rmoqchi bo'lsani, yana 600 ming atrofida probega ekan. Holati yaxshi ekan, yurib turgan mashina. So'nishtiramiro. Yevro so'nishaga mashinamiz. Xullas yaxshi holatda 3300 dollar sanasiz olib ketsangiz bo'ladi. Qalashingiz ko'radi, nima top. Hali chiqardi gallar. 10 ming dollar puli borga bir boramiz. Ikki-uch ishonchli odamga. Mashina bitta ko'ringda yo'q edi sizlarga. Mana ko'rsatishlik bilan baraka qo'ydi. Ko'rsatishlik bitta ko'rasiz. Mashinamiz holatlari zo'r, tiniq turibdi. Olish kerak, minadigan joyi, kraskalar yo'q. Mashina orzu qilganlar bormidi, okalar? Sizlar yo'lda davom etinglar, men sizlar uchun chiqaraveraman-da. Qanaqa mashina qo'yay yana o'zingni. Malibu so'raganlar uchun mana Malibu qo'yibman. O'zbek avto hammani stak bajosini bajo keltiradi. Orqasida 100 TL 100 TL temir 4-inch pakelena gazi bor. 1000 dollarga o'rnatganman deb aytdilar. Abdulaziz 1000 dollarga qo'yilgan-tiri. To'ta bol zo'r o'zini holatda, mana ichini ko'ringlar. İçeri ham ajoyibmi? Bola hali 500 kilometr yurmagan deb aytdi. 76 ming yuribdi. Endi mashinamiz ajoyib. Mashina bu mashinamiz yana niyat qilganlar bitta like bo'lsin, inshaalloh sizga ham nasib qilsin. Mashina holatlari zo'r, shunchaki ko'rish kerak, minadigan joyi. Mashinamiz yana holatlari ideal. Motor qismlari boshqalarda hech qanaqa ishi yo'q. Naqd sanab olaman deganga mashinamizni oxiri 20790 dollarga chegirma narxi bo'ldi. Undan bir so'm kam yo'q. O'tkaztiramiz. Ancha pastga 1000 dollar oshib ketgan. Sirovlarga 1000 dollar oshib qilingan. Biz obunachimiz shu qulay narxga beryapmiz-da. Va baraka qildim. Oxirida narxni aytaman. Mashina ko'ringlar, sizlarga yoqadi. Sizlar o'ylaganda ancha arzon chiqadi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan bu Mercedes'ning holatini ko'ringlar. Mana bunday ma'mulalarga ishlab tashlash nima deysiz fikringiz? Yarashganmi, yarashmaganmi? Kommentariyaga yozasizlar. Mashina qarang, ancha-muncha ishlab tashlashgan. Mashina holatlari zo'r. 30% atrofda kraskasi bor. Kraskasi yo'q emas. Mana orqasini qarang. Hop, avto Miraka, o'zil ustekal, elektrik ustekal, mashina chiroyli qarab chiqibdi lekin orqasida 36 temir gazi bor. Mana bunday ortiqchilarga, boshqalarga qaranglar. Manlarga ham adden ishlab qo'yilgan. Endi ichini bitta ko'radigan bo'lsa, ichlari ham mana zo'r. Salom qo'yish. Hop, defektlar qilib qo'yilibdi mashinaga. Mana bakovoylarga ham ishlangan, oldinlarni addush ishlangan. Mana ham postavka ham zaratga olaveradigan ekan, hech nima yechilmaydi. Mana video registrator, tepalarga ishlashgan o'yinlar, rol addenni tema ekan. Yurgani 200 ming prebigda. Hop, defektlarni hammasiga moslab qo'yilgan. Xullas mashina super qilib qo'yishibdi. Ishlangan ekan, normal. Holat tiniq, motor qismida mo'ypo yemadi, hadovoylarda ham ish yo'q. 3950 dollar olgan bo'lamingiz, fikringizni qoldirasiz, bundan kam yo'q. Agar qiziqqanlar telefon qilasizlar. Okey, sizlar so'radinglar, men topdim. Abdulaziz Gentra'ni 2020 turidan chiqardi. Ozroq yurganlar deganlar uchun endigina 5000 yurgan. 5000 kilometr yurgan. Shu Gentra'mizni bitta ko'ringlar-chi. Okeylar yo'qsa olasizlar. Yo'qmasa bitta ko'ringlar. Yo'qmasa ham yo'q bo'lish ehtimoli juda katta. Nimaga demoqchimizlar? 7000 dollar bilan variant asosida qilib berishadi 2 oygacha. Kuzatib turamiz. 324 ekan. Mashina holati zo'r, 3-pozitsiya, 4 ta qo'llar o'ziga yarasha bo'lib turibdi. Orqalariga gaz pas o'ynamagan. Benzin holati turibdi. Yangi mana. Ishlari ham tiniq. Hop, orqa ko'rinishiga bitta baho beradigan bo'lsangiz, orqalari mana ajoyib turibdi. Chehollari, boshqalari, oyoq teglarini qarang. Mashalloh, Gentra'ni yangisini niyat qilganlar bormidi? Mana men ham deganlar uchun. Mana 5000 yurma, endigina mana.
Bu yoqdagi stoplari, boshqalari turibdi. Mashina full aka. Motor qismi deysin, boshqa qismi hech nima ishi yo'q. Naqd olaman deganga 14.490 dollar tushirib qo'ydim. Ammo undan bir so'm kam yo'q. Qiziqali tez bog'lanamiz. 7000 million variantga chiqadi, puli o'zgaradi. Ular sizlar so'radinglar, sizlar uchun topdim. 2019-yilda ishlab chiqarilgan full variantda. Filtr atmosferli ma'lumot turbo bizda naqdga. Ya bunaqa qimmat emas. Eng qizig'i 2,5 pulingiz bo'lsa, kelishilgan asosda sizlar uchun beriladi. Variantga nomerlarni qoldiraman, oxirida ma'lumotni bitta kuzatib turinglar, mashina yo'qsa olasizlar. Mashinamiz holat tiniq, holatlari ajoyib turibdi, bozor bo'yicha ajab turibdi, puli bo'yicha mashina ham. Shu bitta orqa krilosidagi yengil kraskasi bor ekan, orqa ko'rinishlarini ko'rsa ko'rgida mashinamizga gaz o'rnamagan, benzin holatda, benzindan ko'p ichmaydi bilasizlar, 2 atmosferli, rasxod oz bo'ladi. Ichini ko'ringlar, mashalloh, ajoyib turibdi bu. O'zaro ko'rishga baho beradigan bo'lsa, o'zlari ajoyib. 94 ming prebegda ekan, chexollari, boshqalari ham o'tib kurti. Niyat qilganlar bormi deyni okalar, bitta lakinini ayamasizlar. Mashinamizni bitta ko'radigan bo'lsa, mana holatlari ham tiniq turibdi. Xullas, o'lish kerak, minish kerak degan joy. 2 atmosferli mashinamiz rasxod oz bo'ladi, shunchaki o'lish kerak. Hop, 2,5 ming pul bilan variantga berishadi. Hop, naqd olaman deganga 7.950 dollarga. Shartli sanaga odamga berib yuborishadi. Okalar, sizlar so'rashsizlar, men chiqaryapman. Abdulaziz Captiva chiqardi deydi. Adashmasam kommentarda yozdinglar. Men sizlar uchun qo'ydim mana. O'zbek avto hammaning istagini bajo keltiradi. Sizlardan yo'lish, bizdan ishlash. O'shani bitta ko'rasizlar, eng qizig'i ko'radigan joyi. Sizlarga narxi yoqadi. Mashinamiz holatini ko'radigan bo'lsangiz, mashina holati tiniq, 2010-yilda ishlab chiqarilgan, 1-2 qilingan, hop kraskasi yo'q deyishdi pastda. Shu oldida shu qismi hop 1-2 qilingan hisoblik uchun hisoblasani shu holat bo'lsa borki, qolgan joyi yo'q. Oldida zarbi boshqa bo'lmagan ekan, prosta 2 qilingan ekan. To'rtta balolar yaxshi sasdan turibdi, yangi mana balolar ham tiniq. Yili boshqa bo'lmagan. Holiga ishingizni ishlatsangiz bo'ladi. Orqasida 62 talik propani bor orqasida mashinani. Holati ideal. Hop, yurishi ham normal yuraveradi deyishdi. İçini bitta ko'radigan bo'lsangiz, ichi hollari, boshqalari ham mana zo'r. Tiniq turibdi. O'lsalam ko'rinishga baho bersangiz, oldilari ham mana ajoyib. Tevalari ham, luklari, boshqalari tiniq turibdi. Chexollari, boshqalarda 250 ming probegda ekan, lekin Captiva holatiga o'z yurib turgan mashina. Motor qismida hadda bo'ladi, ish yo'q. Naqd olaman deganga 7.900 dollarga, Nexia 3 puliga berib yuboramiz. Agar yoqqan bo'lsa, bitta like bo'lsangiz, yana sizlarga tashlaymiz. Okalar, sizlar so'radinglar, men chiqaraman. Nexia 3 chiqarib deganlar uchun O'zbek avto mana sizlar uchun 119 ming yurgan endigina mashinamizni bitta ko'rib chiqarib, narxi yo'qsa, okalar nima qilishni bilasizlar. Holatlari tiniq ekan, kraskalar to'xtaydigan bo'lsa, ikkita detalli kraska bor. Sizlar ko'rsatib o'taman, qaysi detalligini okalar. Hop, bu shunchaki ko'rish kerak. To'rtta cho'g'li balolar o'ziga yarasha bo'lib turibdi. Shu bitta krillosda qisqagina mash qismida kapotda ozgina bor deyishdi. Qolgan joylar yaxshi ekan. Orqasida 100 talik temir gazi bor, 90 talik. Mashinamiz benzin holatda ekan, tiniq holatda minilgan ekan. Xullas, olasizda minasiz degan joyi. Mana ichini ko'ring. İçi ham bejiga salon ekan mana. Chiqonni. Bitta ayol kishi mingan deyishdi. Bu haqiqatda haliga nima desa bo'ladi. Odamni o'lish uchun emas, mana ayol kishi mingan. Mashina avtomat, holatlari zo'r. Oladigan joyi. Mashinamizni endi ko'radigan bo'lsani, motor qismlarida motor yamaydi, hadovalari ham tiniq. Shunchaki olish kerak, minish kerak bo'ldi. Naqdga 7.450 dollarga berishadi.